olsun kadamlar, asta asta qadam bosar, mutlu olsun qadamlar, hayol bilan qaro bilan qimor bilan kelibdi, 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 qimor bilan kelibdi, kelibdi ya kelibdi, qimor bilan kelibdi. Bu yaxshimi xonadonga nur taralib bir zumga, bu yaxshimi xonadonga nur taralib bir zumga, go'yo o'ldirib yoshni ziyo bilan kelibdi, nazokati chiroyi yoshlikka nur qo'shib, andisha yo'q odob degan sarmo bilan kelibdi, 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 qimor bilan kelibdi, kelibdi ya kelibdi, qimor bilan kelibdi. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, kechamizning shahzodasi hamda shahrizodasi davramizda Gulduroz Qarsachaga insoniy qo'lida avtormas. Rahmat. Ana endi hurmatli do'stlar, urf odatimizga binoan kelin salomlardan bahra olamiz. Onajon, onajonlar, momoyu bobolar, oshna og'ayni, qarindosh, opa singil, aziz mehmonlarim, hammalarga azizlar kelin salomlar muborak bo'lsin. Qani ketdi, kelin salomlar sizlar uchun. Yoshlar vaqti bo'lsin, ilohim qo'shgan bilan qo'sha qarishsin, to'y tantanadan bazmu jamshiddan boshinglar chiqmasin. Hey! Kuyovjo'ralar tayyorgarliklarini o'rtasida Umidjon sochim qiyshiq taragan, qizlar o'tsa qaragan, sochim qiyshiq taragan, qizlar o'tsa qaragan, to'ydan dog'ning mardlari. Salom salom, kelin salom, kuyovjo'ralariga salom. Salom salom, kelin salom, kuyov do'stlariga salom muborak bo'lsin. Kelinimizning onajonlari tayyorlagan yigitlarni ko'rtirsinlar. Kelinimizning onajonlari Ra'no opa bormanmi dalamizda? Ra'no opa. Kızım ko'nglim degan, belanchakda ko'rgan, kızım ko'nglim degan, belanchakda ko'rgan. Salom salom, kelin salom, aya jonisiga salom. Salom salom, kelin salom, onajoniga Gulduroz Qarsalar ostida salom muborak bo'lsin. Xonalar tayyorgarliklarini ko'rtiradilar, sayrofa xonalarga kelin salomlarni qo'yamiz. Onajonlardan sog'a sayfoylar muborak bo'lsin. Buyursin ilohim. Kuyovimizning dadalariga alohida hamda kelinimizning dadalariga alohida salom qo'yinglar deb iltimos qildilar.
bersin. Tog'alar tayyorgarliklarini ko'rtirsinlar. Tog'alarni ham aytinglar deydilar hozir. Tog'alar bormi, tog'alar? Mehmon kelsa xo'sh degan. Mehmonim xona bo'sh degan. Mehmoni kelsa xo'sh degan. Mehmon xona bo'sh degan. Salom salom kelin salom. Tog'alariga salom. Salom salom kelin salom. Tog'alarga guldiroz qarsinglar ostida salom bo'laversin. Rahmat akajonim, do'ldirlar bilan keladilar tog'alari baquvvat. O'sinlari bor ekan, o'sinlari yangalari, Ramazonning yangalari, o'sinlariga alohida salom qo'yamiz. Opam demu yo singlim, kelin qadrdon do'g'lim, har doim omad baxtim. Salom salom kelin salom, o'sinlariga salom. Salom salom kelin salom, yangalariga salom. Azar kelin salom ozgina cho'zilib ketdi, endi songa qo'yamiz. Gar kelin salom qildiradigan bo'lsalar aytinglar. Turkmanistonda bir sanjiq uyasi bor ekan, shu uyasini atın salom edinglar deb turlar. Demak, boshlaymiz. Osh qo'yganim sirdoshim, onamning erkak oshim, dadamning mehriboni. Salom salom kelin salom, singillariga salom. Salom salom kelin salom, ukalarga, singillariga guldiroz qarsinglar ostida. Rahmat. Kelin boshlaydi, kuyov tomonga qarab olasiz. Kuyov tomonga qarab olasiz. Yigitlarning sardori, mardlarning mardoni. Yigitlarning sardori, mardlarning mardoni. Salom salom kelin salom. Ramazon ukamizga guldiroz qarsinglar ostida. Salom salom kelin salom, kuyov bolaga salom. Salom salom kelin salom, kuyov to'raga salom. Qarshi aytaylik iltimos. Rahmat. Ramazon endi baxtli bo'ling. Rahmat. Rahmat. Endi aslan. Zarramizni iltimos kengroq olinglar. Kelindir kuyovimiz sizlar hamda bizlar uchun atagan raqs dasturlar bor ekan, yoshlarimizni barsoziga taklif etamiz. Родные, для молодоженов Белотанец желаю успехов, самого лучшего, будьте счастливыми. Omad bahslarni tark etmasin. Ilhom do'stimizning ajoyib effektlari ostida.
Yoshlarimiz o'zlari uchun tanlangan to'y dasturxoniga taklif etamiz. Davramozdan oshimiz azizlar. Xalqimizdan ezgu kunlar hech qachon, hech mahal arimasin deymiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, mana ushbu oqshom ko'rib turishingizdek, o'zining yaxshi xislatlari, o'zining yaxshi fazilatlari bilan elimizda, xalqimizda katta ot ovruyidan foydalanib kelayotgan akamiz, Xudoyor akamiz hamda Guliston yangamizning faizli, barakatli dasturxonida, sulolasida katta to'y tantananing guvohi hamda shoyat o'tirmasa. Ya'ni ularga jondosh shirin bo'lgan farzandlari Ramazon. Qolaversa ularning shu kundan boshlab umr o'rtoq bo'lajak. Go'zal va betakror kelinimiz, Lachin kelinimizning baxtmisol kechalarini nishonlar ekanlar. Azizlarim, avvalambor ijodiy guruhimiz nomidan, siz qadrdonlarimiz nomidan yoshlarimizga omad va baxt, sihat, salomatlik, hamisha har doim yo'llari farovon bo'lib, hayotlarida baxtli, baxtiyor bo'lmoqlarini tilagan holda, kechamizni urf-odatimizga binoan keksasi bor xalqning parisi bor deganlardek, yosh boshlar, yosh kichiklar degan maqolga rioya qilib, bugungi oqshomimizga to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan to'y boshimiz Alisher tog'alarini katta mamnuniyatlar bilan chorlab qolmoqchimiz. To'y boshchilik zimmasini boshiga olgan to'y boshimizdan dil o'zxorlari, samimiy tilaklar eshitamiz. Ramazon hamda Lachin, malol kelmasa 1 daqiqa o'rningizdan turib turasizlar, iltimos. Kelinlar kuyovimizdan iltimos, o'rningizdan turib dil o'zxorlariga ehtirom qaratsanglar. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz. Baraka qo'shadi. Rahmat aka, yaxshi niyatlaringiz Allohning dargohida sajda bo'lsa. Ana endi kechamizning quroliga qurolichalar. Kelinlar kuyovimiz o'zingiz uchun tayyorlangan to'y dasturxonida o'tirib bilasizlar, noz-ne'matlardan dod qilsa. O'tiringlar, baxtli bo'ling yoshlar. Hurmatli aziz mehmonlar, aziz do'stlar,
ko'raman faqat sendan. Yaxshi bo'lsam, vaqtda yaxshi bo'lsam, millionlar to'g'ridan so'raydi. Masgar yonimda so'raydi. Sholimga yaxshi bo'lsam, ko'rgaydi. Yaxshi bo'lsam, vaqtda yaxshi bo'lsam. Sen yenge aytdim, kelbirga to'xtashaylik habibaydi. Meni senga mos emasdeklar aytdim. Yaxshi ko'rsam nima qildi, yaxshi ko'rsam. Adiriyona bilagingda mast bo'ldim. Senga o'zlaringiz yo'liga mast bo'ldim. Men senga oshiqlarga mast bo'ldim. Yaxshi ko'rsam nima bo'ldi, yaxshi ko'rsam. Mo'ralarim qanib keldi yuzga, mo'ralarim bo'ldi arxiv bizga. Qo'rqanim qoldi endi ko'zga, olmagan so'zim bizga. Ming ham nima qildi endi bizga, olmagan so'zim bizga.
Olsuz aydayım başrolümle bas bas. Sağlık kalsın bilsen de, sağlık kalsın bilsen de, sağlık kalsın bilsen de, sağlık kalsın bilsen de, kalbinin sürgünde olur kalsın bilsen de. Olsuz aydayım başrolümle bas bas. Görmesin hoşça yok gözlerinde yaş yaş. Artık görünmesi de özgürlüğün nasıl?
sizlarga muntazir. Shirin istaklarga, yaxshi niyatlarga, qolaversa durust hollarga to'y davrasiga kelmoqni iltimos qilamiz. Albatta, vaqt oliy haykal, vaqtimiz saqlamasdan to'y davrasi sizga muntazir. Kelinimizning aziz insonlari, kelinimizning tog'alari, xolalari, mehribon onajonimizdan ham bugungi oqshomimizda atalgan eng bir qimmatbaho sovg'a-sarpoylar bor ekan. To'y tantanamizga, Fozil Jamshitimizga kelinimizning akalaridan ham bor ekan bugun sovg'a-sarpoylar. Marhamat. Kelimizning askar ukasining nomidan ham sovg'a-sarpoylar. Guldiroz qarselar ostida qarse chal qo'yamiz. Askar ukalaridan atalmayotgan sovg'a-sarpoylarni bugungi oqshomimizda qo'shiradilar. Qani ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Qani ketdik. Hey! O'tkirmak do'stimizning, umurxon do'stimizning rafiqalari, dinar singlimiz qo'shmoqdalar. Muborak bo'lsin. Katta rahmat. Kelinimizning tog'alari ham, opajonlari, xolalari hammalarga katta rahmatlarni bayon etamiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, bugungi oqshomimizda to'y tantanamizda xizmat etayotgan insonlarimiz barchalarga katta rahmatlarni bayon etamiz. Ramazon kuyov bola hamda kelinimiz Lachin davramizga kelmoqni iltimos qilamiz. Onajonlarga atalgan sovg'a-sarpoylar bor ekan. Kuyov bolamizning mehribon onajonlari to'y davrasida bo'lsangiz, iltimos to'y davrasiga kelmoqni iltimos qilamiz. Bugungi oqshomimizning sababchilari desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu insonlarni dunyoga keltirgan insonlarimiz Guliston opa hamda Ra'no opamiz borlar. Ra'no opa, siz ham davramizga kelinglar. Guliston opamizni to'y davrasiga chorlab qolamiz. Albatta, ona aziz, ona muqaddas. Onalarimizning oyog'i ostida jannat. Aziz mehmonlar, keling opajon. Bugungi vaqtda insonimizga bitta guldiroz qarsa chalinglar mana shu insonlarga. Keling. To'ylar muborak bo'lsin, to'ylar to'y bo'lsin. Guliston opa, Ra'noga yaxshi ko'rgan to'ylar farzandlaringizdan. Ramazon vaqtli insonsan do'stim. Onajoning qoningda turibdilar. Onangni diydordan arimasin hech qachon. Kelin onajoningizni duosidan arimasin. Onaning har doim duoyi fotihalari hayotda hamisha yigit uchun ham, qiz uchun ham omad sanalar ekan. Men ustozlarim aytar edilar, do'stlar. Hech qachon hayotda avvalambor 3 narsani topa olmaysan. Ona otaning mehr muhabbatini, ona otaning o'zini hamda sihat salomatligingni. Ilohim onajonlarimizning tanu jonlari sihat salomat bo'lsin. Mehr duolardan Allohim hech qachon darig' tutmasin. Ramazon yopishib ol do'stim. Ayollarga yiqilib ol. Quchoqlab olishlar bor. Chunki onang bor. Onasi o'tganlarni ham ilohim Allohim ruhlari har doim jannatlarda bo'lsin. Shunaqa duolarni olgin, do'stim, sen men degan boydan ham boysan. Men degan badavlat insondan ham davlatlisan. Chunki men shu insoning bor. Yaratganim o'zing ber imkon. Orzularim ro'yob bo'lguncha, onamni sog' tut, meni ham omon. Men onamni rozi qilguncha, fursat o'tib ketmasdan burun, sochlariga oqlar tushmasdan burun, onajonim xasta bo'lmasdan burun, onamni sog' tut, meni ham omon. Men onamni rozi qilguncha. Onasi bor insonning o'rni turdadir. So'zi eshitilar, qalbi cho'g'dadir. Har doim omadi hamda baxti bor. Onasi bor insonning duolari bor. Onasi bor insonning doimo alla mehr muhabbati bor. Onalarimizning mehridan qo'ymasin deganlar bitta guldiroz qarshi jar qo'yinglar iltimos. Atalotgan
sog' va salomatlar. Hada yanga bugun 50 yosh tavalludingiz ekan, 50 emas 18 yosh tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Guldiroz qarsilar bilan. Mana shu yerda farzandlari. Bir daqiqa iltimos, farzandlari, kelinlari. Endi siz ham qizlar bo'lasizlar. Bitta qarshi aytinglar. Har bir kelin qaynonaga qiz bo'lsin ilohim. Qizdek xizmat qilinglar. Omadingiz bo'lsin, do'stim bilan qo'shqa qiling. Marhamat. Salom, yaqindan yozuvdan keladigan. Shunday kunga 50 yoshimda to'yga yuruvchiman. Çiğsiröğünden arzu ediyor ve bizim küçücük maşgullarımızın ardından soğuğumuza borçluğuna istedik. Ulu Tanrı yapmasın, başınız zaman dövletiniz ziyade olsun, soğranmışın bir vakit, aybine bakıp. Dünyanın görkünü aydıp versene, gülhem diyenmişin nurunu seçip, dünyanın bar görkü, karşılar olsun, hareketli yapar, vakit sonra şapırlar mübarek olsun. Ona canlar uçun. Senden yakın dost yok iken mehrince ku umuman yap söz yok iken duaları tilagimden aldı da boş iken mansab yüreğimden Karsene işini yaptım, onu basmayın. To'ydan bora bo'lsin. Qarshi chalamiz, katta rahmat azizlarim. Hozir rasm, oilaviy rasmlarga tushib qo'ysinlar. Oilaviy rasmlarga tushib qo'yadilar. Undan keyin Guliston yangam uchun atalgan shirin tovoq tortlar bor ekan. O'sha tortni kesish marosimiga da'vat beramiz. Undan keyin do'stlari, bo'lalari yaxshi niyatlarni aytadilar. Bugungi oqshomimizda pasta olalım. Anneler uchun gelen pasta. Mehmet Bey, ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaysiz. Guliston yangamizning farzandlaridan shirin tovoq tortlar. Qarshi burni ham bosmaychi, chop qo'ydik. Farzandlaridan o'g'il kelinlari, qizlaridan bugungi oqshomimizda xudolar yonda turing. Xudochilik, adalchilik yonda turasiz. Rahmat. Pastayı çıkaralım Bey. Rahmat. Sizga yaxshi niyat aytiladilar. Guliston opa, do'stlaringizdan dildo'st qoldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzoqdan beri kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun nabiramiz Ramazon
bo'lsin. Rahmat. Do'stlar nomidan o'tgan savol sarfolar. Ramazonning do'stlari Diluzxonlarni aytdilar. Endi Guliston yangamga yaxshi niyat aytaman deb turibdi. Mana shunaqa zabardast yigitlar. Rasmlarni so'ngga qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Mana Qo'ytandoq yigitlari bugun davramizda. Azal dunyoning 4-5 yerda bo'lganman. Qayerga borsam Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, O'zbekistonda faqat Qo'ytandoqni bilasanmi deb so'raydi. Sen Turkmanistondanmi? Turkmanistondan. Qo'ytandoq degan yer bor, bilasanmi? Ana shu yerda mard yigitlar yashaydi. Qo'ytandoqdan juda do'stlarimiz ko'p deb so'raydilar. Hattoki Amerikadan podpisчикларimiz bor, yozib qo'yadilar. Qo'ytandoqli yigitlar salom aytib bering deb. Umidjon aytib turibdi, o'shalarning bittasi men bo'laman deb. Bitta guldiroz qarsa aytganinglar. Do'stlaring yaxshi inson ekan, do'stim. Ramazon, bugun onajoningni o'z ayasadek tabriklab qo'yaman dedilar. Azar hech qachon yigit kishi yig'lamasin, Qo'ytandoq yigitlari yig'lamasin dunyoda. Bog'dagi bulbullar yig'lasinmaydi. Tog'dagi jayronlar yig'lasinmaydi. Uzun majnun tollar yig'lasinmaydi, Qo'ytandoq yigitlari yig'lamasin dunyoda. Gullar ham bargini to'kar o'sha kun. Quyosh o'ngini bulut qoplar o'sha kun. Zabardast tog'lar ham yig'lar o'sha kun. Erkak yig'lamasin dunyoda. Bir so'zni axtarib yurardim doim. O'sha so'zni topdim axir Xudoyim. Bo'lmasin desangiz qiyomat qoyim. Ramazon yig'lamasin deganlar guldiroz qars etsin. To'ylar bora bo'lsin, marhamat. Assalomu alaykum. Men bugun do'stlarga to'g'ri kun ekan. Hali nasibsa bugun yashayapsiz. Nasibsa shu yoshlarda 2-3 oy yashab juring. Nasibsa bir zaman gülerimiz solmasın. Nasibsa babamla qo'sha qaring shu o'g'limizning kelinimizning vaqtida hamcha jonimiz sog' bo'lsin, nimalarning vaqtida o'ynab kulib juring. Hech jamoatga so'zingiz chiqmasin dedi. Yani bugun men to'g'ri kun ekan. Şu aşılarımızın altında bir tane tadarkamız var idi. Şunu tapşırışta ne demek? Tug'ilgan kuningiz mübarek bo'lsin, istagan narsangiz mahliyo bo'lsin. Hadaqlar jaringlar qaniyat bo'lsin, talab umringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Rahmat. Guldiroz qarsilar bilan ajoyib so'zlar ostida do'stlardan atalgan savol qo'yilib boradi. O'z muxlislarga sazovor bo'lgan serqirra ijod sohibi Umulqul do'stimizdan ajoyib yaxshi niyatlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum uzatdan kelgan aziz mehmonlar. Mana shu mashhur Ramazon ulasha to'ylar qutlug' bo'lsin. Bu yerda do'stlar opamizning 50 yosh to'lagini ham to'ydi. Nasib qilsa do'stlar bu yoshlarning ko'pini ko'ringizlar. Valla sizga kuyovlar muborak bo'lsin, do'stlar opam sizga ham kelinlar muborak bo'lsin. Eng javob kunlaringiz ham shunday kun bo'lsin. Nimaiki niyat qilsangiz niyatlardan yetingizlar. Eng javob kunlaringiz ham shunday kun bo'lsin. Minganlarimiz prada bo'lsa, tutganlarimiz oltin bo'lsinlar. Yaxshi niyatim shu. Shunda ovenlarimizdan ortdan bir kichkina tadarkamiz bor, shularni topshirishga ruxsat qilingizlar. Qani keting. Rahmat. Ajoyib so'zlar ostida. Muborak bo'lsin. Endi azar qilmaylarni yanada davramizga chorlab xonamizda Guliston opa tavallud kuningizni yana bir marotaba muborakbod etamiz. Yoshingizdan davlatingiz ziyoda bo'lsa, akam bilan qo'sha qarib, nevara, chevara, evaralarni suv yuring ilohim. Hammalarni to'y davrasida kutib qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Betamla Nazarov hamda Mavludaxon Eshboyevaning ajoyib taronnisi.
Sexy
ball and shake, 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 shake. On the air, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. On the air. I'm
sochlar uchun. Nursohot oshnalarini tog'asini oshnalari ham bor ekan. Ular ham kelsa avvalroq birinchi nomi tutilgan insonlar bitta davrimizga kelinglar, mana shu omonatni sizlarga qo'shib qo'ying. Lekin raqsga tushadigan, priz pul oladiganlar iltimos mikrofonni shunur juda ham kalta. Meni o'ngimda o'ynasanglar, mana shu prizni beraman. Qarang, joy sotolosizlar. Bugungi sovrin egalarini to'yda rasatib olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Mirzabek, Zokirova. O'tkir oshnalari Ramazonda. To'yir bobosini ortidan Abdul Hamida. DJ Ruslan presents. Ha! Sabit sürmeler davranız ekibiyle. Umut Sayrafa. Özgürlük Sayrafa. Prizler yapalım. O'zimiz chaqiradigan mehmonlar mana shu yerda raqsga tushgan opam siz kelasiz, sizga priz va iltimos. Sayrofa shopimiz kelmasa bo'lmaydi. Juda ham raqsga chiroyli tushdilar. Ham oq badalaskada o'ynagan yigit. Siz davramizga kelasiz. So'ng mana shu yerda singlimiz borlar. Singlim, ismingizni bilmayman, mana shu singlimiz. Siz ham bitta davramizga keling, sizga ham priz va davramizga kelasiz. Ajoyib sozlar ostida ruhiyat
opa siz ham keling. Qani ketdik priz qo'shilamiz-da. Ha, ochib oling. Hurmatli do'stlar, to'yimiz yaxshi o'tibdi. Hozir prizlarni yana berib boramiz, Sayr opa. To'yimiz qutargani yo'q. Ramazon aytib turibdilar, Farg'ona tomi tincha to'y beraman debdilar. Endi kelinimizning onajonlarini priz qolib ketibdi. Hozir aytdilar, prizim bordi deb. Keling, opajonim. Kelinimizning onajonlari, Ra'no opa. Kelinlar hamda kuyov. Davramizga diqqat qarab turinglar, sizlardan katta iltimos rasmlarni so'ngga qo'yaylik. Venus To'y salon Resepchave. Mazin studiya iltimos. Rasmlarni so'ngga qo'yamiz. Opajon keling. Hammaning diqqati faqat sizda. Keling. Onalarimizning boshi omon bo'lsin-da. Bitta guldiroz qarshi chal qo'yinglar mana shu insonimizga. Opajonim $50 prizingiz bor ha. Kimga? Do'nda yangamizga. Do'nda yanga sizga $50 priz bor ekan. Keling qani yanga. Bitta raqsga tushib berasiz. Ve boshqa ajoyib sovg'alar qo'llab quvvatlaymiz. Vohay, ohay. Endi beraylik shu $50 da. Munosib bo'ldi. Bitta guldiroz qarsa ekaninglar. To'yga rahmat. Opajonim to'ydan muborak bo'lsin. Ramazondek kiyov muborak bo'lsin sizga. Bugun farzand to'yini ko'rtiribdilar. Boyatdan beri keldik. O'zlari farzandim to'yi deb suyib turibdilar. Keling opajon, qo'rqmang endi. Vaqtingiz bersin, omadingiz bersin, akam bilan qo'shga qaring ilohim. Mana shu farzandlaringiz huzur halovatini ko'ring. Shu nabiringiz bo'lganda bizni chaqirib qo'yinglar. Biz ham xizmat qilaylik. Omad sizni tark etmasin. Marhamat opa, yaxshi niyatlar. Davramizga diqqat qaratamiz, azizlar, iltimos. Hurmatli aziz mehmonlar, mana bugun akşam Yom Ramazon onun umurlaşı bo'lgan qizim Machinjanim to'ylari muborak bo'lsin. Ulara baxtli umr tilayman. Ailemizin nomidan bir tane altın braslet hadiyemiz var, onu taşınmaga ruxsat. Guldiroz qarsalar olsun, oltin bilag'liklari, mehribon onajonlaridan kelinimizning. Hali, davroz keluvchilar. Avvalda tomondan yomon ko'ribsizlar, diktorlar. Vaholanki, tomonda gaplar topar, o'yinchi o'yin ham topar, azizlar. Qarovul yotib topsa, bokschi urib topar deydi.
o'z topganimizni halol qilaylik. Kursdoshlarning oldida o'tuvchi mehmonlar. Bepashka mikrofonni ochib qo'ying do'stim. Ramazonning kursdoshlari bugungi kechamizda hurmatli mehmonlar, mehmon. Kursdoshim mehriboni hamisha xermadan yanimda turgan eng yaqin do'stim bo'ladi. Chunki kursdoshlar hamisha xermadan sirdoshib bo'ladi. Qolaversa bir ko'mtada pulim bor kuni bor bo'lgan bor. Mayli. Yo'q kuni yo'q kuni. Qolaversa Savoydan nahar imani pulimiz topilmadi kunlar bo'lyapti. Yana shunga to'ylar ediyati. Restoranlarda gezer tadibları, bir elçarpalık tadibler için hurmatli mehmonlar. Türkmeniston tadibleri her yerde, hamisha xermadan nanını hem de halal tapan insanlar. Yine hoş geldiniz. Assalomu alaykum. To'ylar barak bo'lsin. Başım aman dövlətin ziyoda olsun. Senin hocamla başqalarının umut günleri beyik dağırı nesiyel edesin. Başısın. Kursdoshim emas, Allohchim mahrum. Eng yomon kunlar shunday olsin. Allohjon desik so'zimni kerak, o'rtoqlar o'tirmoqdasiz. Emas, shunday aqlim chiqarman. Sen kel kursdoshim, kel qonatdoshim. Ara qo'lab qo'llarimdan o'tirib gapim topdim. Yana men bo'lsam o'tirim. To'yim qutlu bo'lsin do'st. Eng yomon kunlar shunday olsin. Allohjon dinga qilib bo'lsin. Ha, do'st. Polat turmusundagi eng yanlış iş etdim kutlamayı. Bana en çok da hakkında gözdaşlarıyla tanıyor hakkında. Hey! Rahmat. Pasta yolladım. Kelin ülkemizin davramız yollamızı. Ramazon hamda Laçin kelimizning shahzodasi va shahrizodasi to'y davrasiga kelmoqni iltimos qilamiz. Kelinlar kuyovimiz to'y davrasida bugungi oqshomimizda Ramazonning akasi Sharif kelingsiz. Ramazon şurada durayım. Gülstan yenge Toyimni yonida turinglar, toyimni. To'ydan bori bo'lsin do'stim. Shu meni ham akam bo'lsa-da. Har doim mana bir soniya. Har doim mana shunaqa yigitlarni ko'rsam, havosim keladi, akasi bor yigitlar. Chunki meni 7 ta opam bor, akam yo'q. Boshing omon bo'lsin. Toyir, davlating ziyoda bo'lsin. Ramazon otingdek, ayingdek mehribon insonning yoningda turibdi. Omadim kulgan. Akam bor yoshligim, chiroyim kulgan. Akam bor mehribon, sirdashim bo'lgan. Onamning erkasi, dadam erkasi. Men hammadan boyman, aziz do'stlarim. Chunki mehribon akam do'stim bor. Hayır, kelin mübarek olsun dostum. Bu kadar to'ydan mübarek olsun. Yaxshi kunlaring har doim mana shunaqa to'ydan bo'lsin. Onajoning adang duolar qilsin. Boyatdan beri to'yimni tanimay turgan edik, kelib aytdilar. Mana shu kuyovda akasi bo'ladi deb. Shunaqa bir seriozna, shunaqa bir jiddiy yigit ekan. Qarsiga chalib qo'ydilar. Kulgi, akajonim, kulgi tabassumingizdan artmasa hech qachon. Ranayga, Soyinga, sizlarga farzand to'ydan mübarek bo'lsin. Juda ham sevindik. Azizlar, kamchilik bo'lmadi degan umiddamizda Vefa ukamizga bitta guldiroz qarsak chalib qo'yinglar. Mavludaxon Eshboyevaga bitta guldiroz qarsak. Matin media studiyasiga Rashid akamizga qarsak chalib qo'yinglar. Menga qarsak chalsanglar, chammasanglar o'zinglar bilasizlar azizlarim. To'ylar mübarek bo'lsin. To'yir sizga duva qarsak salom. Rahmat. To'yir yaxshi niyat aytasan do'stim menga. Men aytar edim, kel. Kel do'stim.
Assalomu alaykum. Ramazon kelganimiz uchun umrga uzoq tilaymiz. To'y kunlarda ham ishib yursin. Juma kunlari ham shunday bo'lsin. Nimalarga Ramazon niyatiga yetib yursin. Gulduros Qarsi jamoasiga katta rahmat. To'g'ri albatta. Bugungi oqshomimizda yangilardan ajoyib sovg'a-sarpoylar bor ekan. Nikoh uzuklarini 4 dan so'ng topib qo'yasiz. Maylimi? Shuni tamom 4 kesish marosimiga navbat beramiz. Qani ketdik yoshlarimiz uchun 4 kesish marosimi. Qasdini eshitmayapti. Gulduros Qarsilar ostida. Gulduros Qarsi chalamiz. Pasay chiqaroq. To'ydan boramiz. Sayropa borlar, sayropa. Xonalari sayropa. Faqat mana sayropa qo'ng'iroq qilib bizni xizmatga chorlaganda, ukajonlarim, o'zimni ukam, jigarimni to'yga chiroyli o'tirib berasizlar dedilar. Sayropa to'y opa keling. To'y juda ham go'zal o'tadi, chunki o'zimizning opamiz qadrdon bo'ldi bu insonimiz uchun. Bitta Gulduros Qarsi chalida mana shu opamizga to'ydan boramiz opajonim. Farzand to'ylarni ko'ring, nevara to'ylarni ko'ring ilohim. Omon bo'lishingiz, hech qachon to'y tantanadan chiqmasin. Bitta yaxshi niyat aytasiz, marhamat. Mana bugun Kam Ramazon kelinimiz lojinaylaring baxt to'y ekan. Ularga ulkan zafarlar tilayman. Bolajonlari ko'p bo'lsin. Sabah shafaatli kelinlar. Opamdan juda baxtliman, shafaatli opam baxtliman. Jannat topsin. Opam bilan yaxshi umrlari uzoq bo'lsin, qo'shcha qarsin. Sizlar bilan qo'shcha qarib, hamisha bolam yaxshi bo'lsin. Shabakkamizga katta rahmat. Qarsi chalamiz, rahmat opajonim boshqa zamon bo'lsin. Ana endi yangi nikoh uzuklarini qo'shib bilasizlar. Kelindir kuyovimiz uchun nikoh uzuklari, uzik toqish marosimi. Yo'q. Ber qo'yasizlar bir-birlariga. Nikohlar muborak bo'lsin. Gulduros Qarsilar ostida abadiy bo'lsin. Yaxshi kunlarni ko'rib yursinlar ilohim. Hey! To'ylar to'yga ulashsin. Ramazon baxtli bo'ling. Rahmat. Restoranda to'ylar bo'lay bo'lsa, opajon, bitta yaxshi niyat aytasiz farzandlaringizga, iltimos.
Mening uchun, azizlar, mening uchun eng buyuk zot onamga teng bo'la olmas. Jonli jonsiz hech mangi zot onamga teng bo'la olmas. Do'stu yoru qarindoshim, hatto ikki qaro ko'zim, boshimda tojim farzandim ham onamga teng bo'la olmas. Onajonimga teng bo'la olmas. Qarsa echanamizda 50-18 yosh tavallud qilishim muborak bo'lsin. Akam bilan qo'sha qaring, kelin muborak bo'lsin. Biz davlat, tinchlik, totuvlik, boylik, baxt keltirgan bo'lsa ilohim, farzand to'ylarda xizmat qilaylik. Opa topganingiz to'yga bersin, yaxshi to'y berdingiz. Xalqimizga katta dasturxon yozdingiz. Bunaqasi bo'lmagan desak yanlış bo'ladi. Endi ham bo'ladi shularni farzand to'yida. Bitta guldiroz qarsa aytamizlar. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun o'g'lim Ramazonjon bilan kelinim Lochmaylarning baxt nikoh to'yi ekan. Men bu 2 yoshga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi hayotlarida ulkan saodatlar nasib qilsa, kelin emas, menga kelganlarimiz uchun hammalaringizga ham rahmat. To'yni qiziqtirib o'ynangizlar, hali davom etadi. Rahmat desa ketmangizlar endi. Benim yaşlarımı yetib 50 yaşlarda ipliğlerde bellab bersinlar. Rahmat, qarsa echanamizga hammaga katta rahmat. Endi yoshlarimizni baxt so'ziga va har so'ziga chorlab qolamiz azizlar. Dilemala Dajmonov berdiz. Желаем успехов. Vals sizlar uchun. Hareketli
taftimda Uyvormayman seni meni kabalaga Rahmat. Ramazonni do'sti hamda kelinimizning dugonasi bitta davramizga kelaylik. Iltimos, so'ng to'xtatmasdan qo'shiq aytamiz. Ramazonning do'sti, kelinning dugonasi bugun bekamoko'z vazifalarini yerga yetirdilar. Kelin dugonangizni chorlaylik, iltimos. Keling, sizga assalomu alaykum. Hech kamsiz xizmat qildilar. Assalomu alaykum. So'z so'zlasa beraylik qizga. Chunki qiz doimo ustun insondir. Muhammadni tuqqan ayol besalar, har doim chiroyli qizlar faqat bizdadir. Assalomu alaykum singlim, xush kelibsiz. To'ydan boray bo'lsa marhamat. Do'stlarcha Ramazon kelib qizlar, mutluluklar, bütün ömür mutluluklar diliyorum size. Qancha chal qo'yamiz endi mana shu singlimizga katta rahmat. Umid marhamat. Assalomu alaykum uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Bugun men Ramazon bilan Lachin keldim to'y yaqin. Men bularga uzoq umr, sihat salomatlik, kelgusi ishlarda ustunlik tilayman. Ramazon ashna kelimni qo'shiq qarib, ya'ni eng jama kirimiz shunday bo'lsin dedi ashna. Ya'ni bugun to'y qilibsiz, nasibda endigi yil nevara, chevara debatlar to'yda o'tirmoq, 5 to'ylarda o'tirmoq, hammamizga nasib qilsin dedi. Ko'taring do'stlarim ushbu qadahni dunyoda sevgining borligi uchun. Ko'taring do'stlarim ushbu qadahni shunday oshna do'stlarimning jonining sog'lig'i uchun. Dedi, menga haqiqat, menga birorta hamdard yo'q. Ko'nglim doydi, ko'zimdan ham yo'q. Siz taqdir ekan qaytardi debman, azizim dunyoga debat kelibman. Do'sting bo'lsin, teng bo'lsin, yurak bag'ri keng bo'lsin, mehnatda ham rohatda doim hamrohing bo'lsin. Do'st do'stga ipak bog'lamiz. Do'st deganlarga oxirida olamiz. Do'st deganlar go'yo ikkizdek, do'st deganlar dunyodan ko'zingmuncha dedi. Rahmat, bitta qasri chalaylik. Hech to'yga yetisha olmay turibdi. Ertaki to'yga umidni olib ketamiz. Ustozoda ekan ayasi, tamoda ustozimiz Guldiroz qasri chalamiz. Mana shu do'stlar uchun atalmayotgan sovg'a Sarpoy hukmronligida ajoyib taronlar bo'ladi. Do'stlar haqida ajoyib qo'shiq. Bir do'stim bor, eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor, o'rgatadi donolikni. Qani do'stim, do'stlar uchun. Bir do'stim bor, eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor, o'rgatadi donolikni. Qani ketdi? Bir do'stim bor, hozir musofirlikda. Sog'intirdi bolalikni. Ajoyib taronlar sizlar uchun bo'ladi. To'ydan boray bo'lsin, to'ydan to'yga o'rashsin. Qani ketdi. Ajoyib taronlar sizlar uchun qani ketdi.
seni gözünde. Sen yürü çarşa, yürü çarşa, yürü çarşa. Sen yürü çarşa, yürü çarşa, yürü çarşa. Yalanım sen bana bana kader kanı 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 kanı. Yalanım sen bana bana sevemem seni sen sen sen. Şu yalanım sen bana bana kader kanı 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 kanı. Şu yalanım sen bana bana sevemem seni sen sen sen.
sizlar uchun mana Mavlidaxon do'stim, Eshboyeva, Umidjon sizlar uchun bo'ladi. Qani ketdik. Davraga
yaxshi bo'ldi, bitta rost qarsacha. Gulot Shumanosova mana shu yerda kelinimizni dugonalari, hamon kuyov bola do'stlari o'ylanmaganlar bor ekan, gulotsin deb turibdi. Gulot Shumanosovga navbat beramiz. O'ylanmagan yigitlar, turmushga chiqmagan qizlar, marhamat kelinlar kuyovimiz arkasi. Demak, yor-yorlar sadolari ostida bugungi oqshomimizda kelinlar kuyovimizni vaqtlarga uzatib qo'yamiz. To'y tantanamiz chiroyli hamda shodiyon, eng bir yorqin, fazilli onlarda o'tdi. To'ylar muborak bo'lsin. Guliston yanga, qolaversa kuyov bolamizning dadajonlari kelin muborak bo'lsin. Kelinimizning mehribon onajonisi adasiga kuyov muborak bo'lsin. Gulot Shumanosova marhamat. O'ylanmaganlar. Mayli. Turmushga chiqmagan qizlar, o'ylanmagan yigitlar kelinlar kuyovimizni arkasida turib olasizlar. Shunaqa urf-odat bor. Umidsiz gulni bermasangiz hozir boshqacha bo'ladi. Kuyovni juda ham Lochi, buna gul olib qo'yma. Gulni satasiga qarayman. Bunda o'ylamay qilmashlar qancha? Ramazan to'ylasin, to'yla olashmoqsin ya. To'xtab qolmasin. Gulni berek, gulingizga satamayman. Singli suchumsa jo'qlar bizim boshqamiz. Biznes hammasi bo'ladi. Qarsacha, bildirmay qo'ying. O'ylanmagan yigitlar, turmushga chiqmagan qizlarimiz bugungi oqshomimizda urf-odatimizga binoan kelinlar kuyovimizni orqasida turib oladilar. Kelin bizning komanda bilan Xudo xolasa gulni otib olasiz. 1 2 3 deganda 3 deganda otib olasiz gulni. Shu umidni orqaga tortaylik iltimos. Kelin hazır. Ya bo'lmaydi do'stlar. Juda erta bergan qo'yingiz. Bir degan ot bordilar, bo'lmadi. Bering gulni. Mana shu yigit yaxshi yerlarga kuyov bo'lsin-da, bir degan chiqdi. Bildirmas qarsachalamiz. 1 2 3 Ramazon, baxtingni bersin Allohim. Hay o'lan. Yor-yorlar sodalari. O'lan chiqiz. Qani ketdik. Yoshlarimizni baxtlarga uzatamiz.
Ramazan. Yazın Eke, yazın. Pardon. Yakir. Pardon. Kamera açın buraya.